fala takhshawhum wakhshawun. Qo'rqmanglar ulardan. Wakhshawni, mendan qo'rqinglar deyapti Alloh taolo. Sizlarning diniylardan umidlar uzilgan. Shuning uchun ular zarb, qatl, yo'qotish, qamash shu narsaning iste'mol qilishadilar. Boshqa ularning islomiy tafakkurga barobar keladigan to'g'ri fikrlari yo'q. Ular shuning uchun zo'ravonlik yo'lidan boshqa yo'lni tuta olmaydilar. Ularning sizlarning diniylardan umidlari uzilgan. Ha, insonning jasadiga hokim bo'lishlik mumkin inson. Insonning jasadini mayda qilib qirqib tashlashlik mumkin. Ammo islom mafkurasiga barobar bo'ladigan mafkuralar kofirlarning oldida yo'q. Kofirlar uni topishlikdan umidlari ham uzilgan. Shuning uchun islom tarixiga qarasangiz, doim islom ulamolarini qatl qilish, islom ulamolarini qamash, islom ulamolarini yo'qotish bundan boshqa iloj bo'lmagan. Chunki islom olimining, sahih olimning turishligi kofirlar uchun xatar bo'lib kelgan. Islom o'zining biror bir narsasiga suyanmaydi. Islomning jo'natgan yagona zotga suyanadi. U zot insonga muvofiq bo'lgan, insonning tasavvuri qabul qiladigan sahih dunyo qarashini jo'natgan. Hayot nima? Inson hayotdagi o'rni nima? Bu borliq nima? Bu borliqda insonning o'rni nima? Mana bu savollarga islom to'g'ri javob bergan. Inson mana bu fikrni o'ziga joylagandan keyin unda haqiqiy bir tasavvur vujudga keladi. Fala takhshawhum wakhshawni. Qo'rqmanglar ulardan, faqat mendan qo'rqinglar deyapti Alloh taolo. Qalbida iymoni bo'lgan kishilar faqat Robbil alamindan qo'rqsin. Alloh chaqiryapti ularni mendan qo'rqinglar deyishlikka. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dinan. Bugun, ya'ni hajjatul vado kunida Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xalqlarga dinni komil yetkazib vidolashishlik uchun hajga kelgan kunlarida, bu kunda sizlarga deydi Alloh subhanahu va taolo diniylarni komil